Qo'chqorlari hozir egalari o'zi ta'rif beradi. Avval taroziga olib kelib olamiz. Bitta qarsaklar bilan qo'llab turamiz o'rtoqlar. Demak, Oltinko'l tumaniga marhamatdan mehmon bo'lib kelgan Qo'chqor hozir taroziga o'tyapti. Bir 175 kilo. 175 kilo olib tushing. Mashalloh, juda go'zal. Chorvadorning o'zlari qani? Qo'yni tarifini ham eshitamizmi? Bitta o'zlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum. Marhamat jamoasidan Qora Marvar degan qo'chqarimiz bolasi. Bu xudo xolasa bahorda 2 yosh bo'ladi. Bahorda tug'ilgan qo'zi. Bahorda 2 yosh bo'ladi. Liniya Gulsari degan qo'chqarni bolasi Priyamoy. Nevarasi bo'ladi Priyamoy. Gulsari degan qo'chqorning liniyasidan bo'lar ekan, bahorda 2 yosh bo'lar ekan. Maşalloh deb qarshi chop qo'yamiz va tomoshabinlarga ko'rsataylik. Qo'chqorni olib boring. Yaqin olib borib aylantiring. Hammaga mana shunaqa polvon qo'chqorlar nasib qilsin. Keyingi qo'chqorimiz olib kelaveramiz.